farzandingizda terisi quruq, toshma toshyapti va qissa bezovta qilyapti. Unda katta ehtimol bilan unda atopik dermatit boshlangan bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan atopik dermatit haqida gaplashib o'tamiz. Atopik dermatitda asosiy belgilari bu terida toshmalar toshishi, qichish va teri quruqligi. Atopik dermatit asosida nasliy filagrin degan oqsillar nuqsoni yotadi. Ya'ni u terini himoya funksiyasini ta'minlashga, ya'ni filagrin mutatsiyasi tufayli u yetishmasligi kuzatiladi va teri o'ta quruq va qichishga moyil bo'lib qoladi. Atopik dermatiti bor bo'lgan farzandingizga qanaqa yordam ko'rsatishingiz mumkin? Bu yerda asosiysi terini namlantirish kerak, ya'ni emolentlardan uzoq vaqt va to'g'ri foydalanish. Kuniga 3 mahaldan 6 mahalgacha teri quruqligiga qarab ishlatishingiz kerak. Emolentlar qanaqa emolentlar foydaliligi haqida mana pisaniyada pastga yozib qo'yaman. Bu sharoitda bola terisi o'ta quruq bo'lgani uchun shu quruq sohasiga emolentlar, ya'ni namlantiruvchi kremlardan 4-6 mahal ishlating. Aslo o'zboshimchalik bilan bolani yuziga yoki qo'l oyoq terisiga turli xil gormonal mazlarni vrach tavsiyasisiz ishlatmang. Har bir gormonal maz ishlatish muddati va sohasiga qarab vrach sizga ta'lim beradi. Unda to'g'ri bo'ladi. Gormonal mazlarni noto'g'ri ishlatish bola terisida turli xil asoratlarga sabab bo'lishi mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, qiziqarli ma'lumotlar har oldinda.